necha pul? O'sha videoda boshida gapirib qo'ydik-ku, 2.800.000 so'm olgan sotgan barakasini bersin. Eng arzon qo'ziqo'shqonlarimiz mana shular. Telefon qilib, uka, mana qo'yingiz yo'q, 20 tani bir joyga deb gapirishadigan bo'lsa, misol gap, menga to'g'risi gap, ha, ishni bitiraman, biz yozib qolamiz. Nega qarang. Telefon qilsin mayli. O'zlariga. Men telefon qilsin. Toshkent olaman 3 partiyasi telefon qilsin mayli, Sanjarbek. Mana o'zi yeklikka ajratib qarang. O'zi qilaman, Sanjarbek. Yo'q. Bitta narsa bor. Avvalo 10 ming to'ma 1000 so'm pul. Barakali pul to'laydi. To'g'risi gapda. Lekin narx zo'r qo'yding. Narxi yo'q menga eshitib turing. Eshiting mana bitta gap. Bir joyga. Vodiy bo'yicha bo'lsa beraman. Dangilga tash chiqadi. Bu aytilgan narxlar avvalambor muhim emas. Telefon qilsa meni o'zimni chiroyli xayrim bor deb turadi. Men ham olganman, sotaman deb olganman. Lekin xudo xolasa birov bunini qonatib qo'ysa olmaymiz. Olganda ham xursand qilamiz deb turing. Bizda olib ertaga baraka topsa ular ham xursand bo'ladi. Qo'ymay telefon qilish olsin, qo'ylar narxini yengil-yengil qilib beraman, Sanjarbek. 3 bitta oldim deysiz-chi. Telefon qilsa o'tib beraman. O'zlariga o'tib. Ha, o'ziga o'tib beraman. Obunachilar o'zlari telefon. Assalomu alaykum YouTube'dagi Muhammad Uzning qadrli obunachilari va YouTube'da muntazam qo'llab-quvvatlovchi qadrli obunachilar. Kanalga bittadan like bosib turinglar. Quyida arzonlari Muhammad Uzda chiqayapti. Bugun Sanjarbek do'stimizning kanali uchun, Muhammad Uz kanali uchun maxsus video qildik. Bo'g'oz qo'ziqo'chqorlardan ham, sog'liqlardan hammasining narxlarini yengil-yengil qilib berdik. Ma'lumotni to'liq holatda ko'rish uchun YouTube oxirigacha kuzatib boringlar. 2.800.000 so'mdan qo'ziqo'chqorlarni qo'yganmiz. Kanalga like bosib, videolarimizni yoqsa bittadan like bosib, otangga rahmat deb so'lang. Eng arzonlari Muhammad Uzda bo'ladi. Assalomu alaykum Muhammad Uz kanalining obunachilari va YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, kanalimiz a'zolari. Sizlarning Muhammad Uz kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bosayotgan layklaringdan, yozayotgan kommentariyalaringdan Alloh rozi bo'lsin deya 2025-yil 24-dekabr chorshanba tongi hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar yig'ilgan saroydamiz. Saroyda Murodjon do'stimizni mini qo'y firmalariga tashrif buyurib, bu yerda sotiladigan qo'ziqo'chqorlar to'g'risida sizlarga video davomida batafsil yoritib boramiz. Sizlardan bir donadan like deb bosib, kommentariyaga o'z fikr mulohazalaringni bildirib boringlar. Assalomu alaykum Muhammad Uz ashaddiy obunachilari Sanjarbek. Assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Qo'ylabki oldingizmi? Rahmatullohga behisob shukr. Muhammad Uz qadrli obunachilari kanalga like bosib, otangga rahmat kommentariyaga yozib turing. Narxlar ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas. Hammasidan narxlardan tushib beramiz. Kanal rivoji uchun, kanalning ravnaqi uchun ham xohlasa narxlarni bozor narxidan ancha arzon qilib beraveramiz. Optim olgan odamlar ham, bitta ikkita olgan odamlar ham ziyon qilmaydigan chiroyli qilib yetkazib beraveramiz. Qo'ylarimizni bir qator ma'lumotni beraveramiz. Yo'qsa telefon qilaversa ishni bitiraveramiz. Xudo xolasa, obunachilar xudo xolasa mana Murodjondan birin ma'lumotlarni olishni boshladik. Bo'lmasa Murodjon do'st, buni soniga nechta do'st? Xo'p, boshlar buni soniga 22 bosh. 22 bosh. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Oylik yoshlari 11 oylikka o'tgan, faqat 12 oylikka yaqinlashgan. Lekin tish buzmagan, hali tish buzmagan ozgina bor. Buzishga ozgina bor. Rosa tarbiya qilaman deganlarga mana qurbonlikka tarbiya qiladigan qo'ylar mana qo'zi. Qo'zi ekan. Hammasi qo'zi. Obunachilar qo'chqorlarni zo'r etib olishlarini tavsiya etamiz. Hop do'st, bularni yosh oyligi qanaqa dedik? 11 oylikka. 11 oylikka. 11 oylikka filus. Hop, bularni 80 ga olishaveradi. Bo'ylari 80. 80 ha. 75 sm, 70 sm qo'zi yo'q. Bir ikkita o'lchab ko'rsatib qolamiz. Bo'lmasa bir ashlar videoda o'lchab bersak-a, obunachilarimizga. Qaranglar, belgisi borini o'lchaymiz deb turaman. Kimga nasib qilgan bo'lsa, borsa shu qo'ylarni o'lchab o'lchab olishar obunachilarimiz, bemalol. Obunachilar chiqarib ko'rsatamiz. Bugungi ham sotkinga ham barakasini bersin Xudoyim. Hop, 80 filus. 80 da. Mana 80 filus. Mana. Bo'ynim tortib o'lchaydi emas, hamma yerda mashinada qilib o'lchaydi. Bu yerda qo'ydi o'lchashni mashinada o'lchaydi mana. Qo'ylarni o'lchashligi mana 80. Mana shunday o'lchalar, qo'shqonlarning hammasi sinjun, yiltiq. Bular do'st qayerdaki? Qayerdan kelgan? Hisori. Baxmalli qo'zisi. Baxmalli Hisori qo'zilar. Maza qilib boqaman deganlarga zoti Hisori. Hisori qo'zilar. Hop do'stlarni endi bitta narsa bor bizning kanalimizda qisqa va lo'nda. Haligi Ay cho'nvorlar lekin olaman deganlari tanlab olishaveradi mana yoqqa. Simjun hammasi. Simjun ichida unaqa xolpayganchi bitta mana shu qo'yimiz bor mana jaydarroq mana. Bu gibrid. Gibrid varianti. Ha, bu gibrid. Sal julluroq qo'y chiqqan bu. Mana shu xolos qolgani. Ekan buni yo'q. Yo'q, lekin Eksonga eng go'zal qo'yimiz ashi bilan bitta shahlisi bor. 20 ta hammasi qo'chqor. So'lug'i yo'q ichida. Hop, bularni do'st endi bitta narsa.
kanalimiz rivoji uchun narxini yengil qilib, qulay qilib aytingchi. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Olganga, sotganga sotganga barakasi bersin. Bu narsa rozichilik bilan barakadan birov norizo bo'lsa baraka topmaydi. Xo'p, qarang. Buni Leboyda bozorda narxini 5,5 million, narx aytib 5 millionda sotadi. Qarab turing. Biz 5 million aytmaymiz. Mana shu kanalimiz ravnaqi uchun, rivoji uchun. Xo'p, 4 million 800 ming so'mdan kamini qilib beraman. Hammasi bir joyga 4 million 800 mingdan, soni 20 ta. Hammasini olganga 4 million 800 dan kami bor, olganga sotganga barakasi. O'ting desangiz, obunachilaringizga telefon qilsa, endi do'st bitta narsa, obunachilarimizga qo'shqorlar shaxsan o'zimga yoqdi. Qo'shqorlar hamma obunachilarimizga olishni tavsiya etamiz, chunki qo'shqorlar hammasi simjun, asos liniyali qo'shqorlar ekan. Buni do'st 4 million 800 ming desangiz, 4 million 800 mingga bo'pti, bob baraka desam, obunachilar meni o'ta xafa bo'lishadi. Yo'q, mana bu narsa aytilgan magazin emas u. Magazin emas misol. Olgan inson baraka topsin, sizda ham baraka bo'ladi. Shunday. Mana obunachilaringizga 20 tasini hammasini olganga 4 million 700 dan qilib bersam xursand bo'ladim obunachilaringiz. 47 da. 4 million 700 ming. 4 million 700 ming so'mdan soni 20 ta bir joyga olgan. Xo'p, endi qarab, endi uni obunachilarga o'tyapsiz. Endi men uchun ham bitta chiroyli qilib o'ting, eshittiring. Bo'ladigan, sotadigan pulingizni ayting. Yo'q, bo'ladiganini aytmayman. Sanjarbek, men aytgan narximdan ham telefon qilib, "Uka, mana qo'yingiz yo'qdi, 20 tani bir joyga" deb gapirishadigan bo'lsa, misol gap menga to'g'risi gap, ishni bitiraman. Mana bo'ldi, obunachilaringizga ham sizga ham aytaman. 46,5 dan xursand obunachilar 4 million 650 dan bo'ldi. Bir joyga hammasiga. 4 million 600. Barabar. 4 million 600 ming so'mdan bir joyga soni 20 ta ketdi. Tanlab olinglar, telefon qilishadi, bitta 20 tasini bitta olganga 4 million 600 ming so'm obunachilar. Xudo xolasa, qo'shqonlar narxi o'g'il bolaga zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Olgan inson baraka topadi. Chunki qo'shqonlar birinchi o'rinda men uzunligiga e'tibor bering. Qo'shqonlar uzunligi yoqsin. Yana telefon qilsa Sanjarbek, obunachilaringizga Muhammad Uzdan ko'ryapmiz, telefon qilsa hammasini oldim deganga yana o'taman. Lekin bu bo'ladi. Buni sir bo'lib qolsa o'zlariga o'tib beraman. Telefon qilsa. Ana shu gapingizga borman. Lekin sizga o'tmayman. Obunachilaringiz telefon qilib Muhammad Uzdan ko'rdik. 20 ta qo'shqor qo'yibsiz, 46 dan qo'yibsiz. Telefon qilganga o'taman dedingiz. Qanday uka mart bo'linchi deydigan bo'lsa, men martga martman aka. Haliga tas sotaman, to'g'ri. Endi qarab turing, qo'shqonlar mana birin-biri o'tib boryapti-da endi, Murodjon do'st. Xo'p, bularning ichida shuni yarmini haydab olamiz deysiz-chi. Orasiga shuni yurib, mana maysinga o'tdi deyishdi-ya mana. Men qo'l bilan shu ganim. Ha, qo'l bilan shu ganingiz yo'q mana. Mash holatda o'tdi deyilsa. 9 ta yana bitta o'tkazamiz 10 tasi mana. 10 tasini bir joyga 4 million 600 ming so'mdan bu yerga ketaveradi. O'qtunlar. 4 million 600 ming so'mdan. Barakasini bersin. Mana shunday ajratsin. Ey Alloh rozi bo'lsin. Narxlar lekin zo'r bo'ldi. Bunaqa ajratishadigan bo'lsa, ularga to'g'ri kelmaydi. Mana qo'zg'oldi, chiqay deb bermaydi. To'g'ri, qarang mana. Qo'lda buni ajratamiz deysiz deb turib. Jichapcha virus bo'ladi. Sanjarbek. Telefon qilishyapti. Telefon qilsa, xudo xolasa ishlari bitadi, xudo xolasa. Qo'chqonlarni olishlarini tavsiya etamiz. Qo'chqonlar narxi ham zo'r bo'ldi, o'zi ham zo'r ekan qo'chqonlar. Obunachilar bemalol Murodjon do'stimizga aloqa qilib, do'st keyingi partiyamizda qanaqasidan bor? Keyingi partiyaga sog'liqlaridan, arzon-arzonlardan chiqib boradi. 2 million 800 ming so'm bilan qo'zg'olchilarni ma'lumotini beramiz, ularga ham chiqaramiz. Obunachilar videoda o'tkazolmasdan batafsil tomosha qilib borasiz, xudo xolasa 2 million 800 ming so'm bilan qo'zg'olchilarimiz bor deyishyapti. Ularni ham video davomida yoritib boramiz. Bo'lmasa biz ikkinchi partiyaga navbatda beraveramiz. Obunachilar ikkinchi partiyamizga sog'liqlarni qog'oz variantida olgan inson xudo xolasa naqd qog'ozdan deyishyapti. Olgan inson baraka topadi. Shaxsan o'zimga ham yoqdi. Qarang. Yashil mol mana o'z 300 Bularni do'st, bu soni nechta? Soni 7 ta qarabsiz. Soniga 7 bosh. Mana buni o'z ajrab turibdi 2 ta. Bittasi 4 tash, bittasi 6 tash. Mana o'si 2 tash kishak. Bag'ida 4 tasi hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi. Ha, ma'lumoti shu benda. Mana 4 tasi qo'zi, ha? 4 tasi qo'zi. Bittasi 4 tash, bittasi 6 tash. Mana 2 tash endi yangi tish chiqadi qo'zi hisobida. Mana shu bag'ida 5 tasi yash. Bular ikkinchi qori, uchinchi qori. Bo'ylar birinchi qori. Bo'ylar 80 ga olishaveradi. Bo'ylar 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi, 85 90 da inglab qo'ymaydi. Puli lekin yengil. Puli yengil. Puli nech puldan do'stlar? Bo'g'ozligi naq. Bo'g'ozga aniq ekan obunachilar. Uzoq 2 oy, yana beresizlar pul bo'ladi. Hammasi 2 oy avval qo'yadi. Lekin obunachilar garantiyasi bor. Hammasi yilni tashab. Hop, buni do'st bitta narsa. 7 dona ekan soniga. 7 dan biri xizir. Olganga sotganga barakasi bersin. Narxi nech pul buni? 5 dan berishaverasiz Sanjarbek. 5 million. Ha, ular deydigan yeringiz bor. 5,5, 6 keragi yo'q. 5 million so'mdan naq bo'g'oz. Hop. Uzoq 2 oyda tug'adigan. Hop, ikkitani tishkatda xolos. 2-3 qora. Qolgan hammasi birinchi qoringa hisob.
Lekin obunachilar. Xo'p, endi do'st, Murodjon 5 million sayz 5 million qo'yib ketsa, chidali bo'lib ketadi to'g'risiga. 4 million 900 ming. Bo'ladimi? 49. 49. Obunachilar. Obunachilarimizga. Bir joyga sanjar. Bir joyga. Ichidan tanlab olamiz desa kelishamiz. To'g'ri buni olishib olsa to'g'ri kelmaydi. Men uchun bitta o'tinchi. Bo'ldi mana siz uchun. Men to'g'risiga qo'ydi arzon olib kelaman. Yo, o'shancha Arzon olib kelganligim uchun hadab turing. Arzon sotaman. Chunki bitta narsa borki, hop arzon keldimi, xalqni qiynashni kerak. Shu narsa misol uchun menga 4 million 900 dan 4 million 800 dan sotsam foyda qiladi. 4 million 800 dan bo'ldi. Son 7 ta bir joyga olgan sotgan. Alloh barakasi bersin. Bor ekan. Lekin obunachi olishni tavsiya etaman. 4 million 800 ming so'mni haqiqatan bozor narxidan jichcha emas, ancha arzon bo'ldi. Osolaring baraka topasizlar. Xo'p, keyingi partiyalarimizga do'st. Keyingi partiyalarga pul qo'ziqo'shqalarni pul yengil variantlardan chiqib boraverasiz, Jarbek. Obunachilar 3-partiyamizni ham olishib oldik. Noyoqlardan ekan, xudo xolasa. Qo'shqora do'stlar. Ha, bular 3 partiya son 10 ta. Soniga 10 ta. Yoshlari ha. Hop 7 oylik yarib berasizda. 7 oylik. 7 oylik yarib berasizlar. Bo'ylari 70 sm ga olishaveradi. Plus holatda, minusi yo'q. Minusi yo'q. Ha, 70 sm ga olishaveradi. 6 oyda o'tgan 7 oylik yarib berasizlar. Qo'y o'z bilan bilinib turibdi. Qo'yib kelish uchun. Sanjarbek mana qo'ydi mana holat aytib turibdi, qara. Polvonligini ham mana bitta oqi bor, bitta sarig'i adab turadi. Bularning hammasi tun qora kashtanglar. Xo'p. Hammasi zo'r qo'yiladi. Sifat zo'r ekan. Bularni bittasi quloqda baldog'i bor, qayerda do'st bu? Ha, obunachilar so'rashadi misol. Hammasi bizniki Baxmaldiki. Baxmaldiki, ha? Baxmalni qo'ysa, Baxmalni qo'ysa. Baxmal. Xo'p, buni do'st bitta narxi qanaqa buni? Bu narxi qani bismillahirrohmanirrohim. Obunachilarga bomba qilib. Endi ma'lumotini berib bo'ldik, xudo xolasa. Hop, yeb ichishga mana to'g'risiga 3 kun sinab olasiz uyga borgan kunda, bular 4 milliondan beramiz, Sanjarbek. 4 million. Bir joyga 4 milliondan narxi. Kami ham bor. Tatilpoq qilsa, kamini qilib beraman. Agar o'tib bersangiz, 39 dan 3 million 900 ming. Bor ekan. Obunachilarga o'tdik, senga ma'lumot berasiz. Kelishdi. Nima kimsa arzon qo'ysak, men sizdan arzon qo'yiladi. Yo, eshittiring, arzon qo'yyapsiz, mana qarang. Hop, sizdan va qo'chqordan obunachilar bittasi simjun, bittasi oqidan. Oqim noyabni ishbozlari mana oqim sotilaveradi. Simjunni olaman degan simjunni ham sotilaveradi. Keng olishasiz. Mana obunachilarga yetkazib beravering. 3 million 800 ming so'm bir joyga olib ayirmaymiz. To'g'risi gap ayirmaymiz. 3 million 800 dan 10 tasini olganga telefon qilsa, ammo Toshkentgacha ham dastavka qilib bermaymiz, Sanjarbek. Chunki aqacha qilib bersa bizga foyda qilmaydi. Vodiy ichiga 3 million 800 ming so'mdan bo'ldi 3-partiyasi. Toshkentgacha hammasini bizga ziyon qoladi. Nega qarang. Telefon qilsa mayli o'zlariga. Men telefon qilsa Toshkent olaman 3-partiyasi telefon qilsa mayli, Sanjarbek. Mana o'zi ektikka ajrab qarang. O'zi mayda o'zimasda qo'y ichida ko'z ko'rinmaydi, lekin narxi ham zo'r bo'ldi, obunachilar olishni tavsiya etamiz. Do'st, keyingi partiyalarni qanaqasi? Keyingi partiyasiga bundan pul yengilroqlar chiqadi. Bundan keyingi partiyaga navbat beramiz. Obunachilar 4-partiyamiz xudo xolasa. Do'st, soniga nechta buni? Hop, Jo'rajon, buni soniga qara 8 dona. 8 dona. Hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor. 70 santimetrgacha olishaveradi. 70 santimetrgacha. Buni oylik yoshlarida hop bo'z 6 oylik atrofida. 6 oylik atrof. 5 oydan o'tgan 6 oylik atrofida. Endi ichida misol uchun mana mollar ichida shundan kam bo'lishi mumkin 6 oylikdan. Lekin mana mollar 6 oylikdan o'tgan. Plus minusiga gapirilyapti. 6 oylik atrofida olishaveradi. Hammasi qo'chqor, lekin ichida pulik qo'y yo'q, qarang. Yo'q, hammasi bering mana. Mana men eng kichkinasini ko'rsataymi mana? Mana shuni ko'rsating mana, qarang. Mana o'ng quloqda ozgina uchida enchasi bor, qarang, ha. Endi mana dumbasini qarang. Mana qarang. Qo'zillikka xudo xolasa zo'r. Mana shu eng kichigi. Mana shu eng kichkinasi. Hop, bu narsani endi nima bo'lishligi uchun eng kichigi ana shu. Hop, buni do'st narxi necha puldan? Buni narxi yengil bo'ladi. O'shali videoda tinmaydi oxirida o'tib turib, oxirida bonus yeri ko'rinadi-yu. Mana shunaqa ertaga ishqibozlar uchun qarang, buni bitta narx aytaman. Shunali 4 million, 3 million 8 demaymiz. Buni bitta narx aytamiz. 3 million 600 ming so'mdan bo'lsa, bir joyga ketaveradi soni 8 ta, 3 million 600 ming so'mdan qilib beradi. 3 million 600 ming so'mdan, lekin hadab turing. Soni ko'p keladi. Mana shuni olib tashab qo'yishadigan bo'lsa, qurbonlikka eng haddavoy qo'y, bozor gir qo'y deymiz-da, endi qishloq tilida. Bozor gir deganiki, bozorga olib chiqsangiz bitta sotadigan qo'y bo'ladi. Chunki bular qurbonlikka 5 to'ray bor, 5 to'rayda qo'ylar zo'r bo'lib qoladi. Hamma dehqonni qo'yi mana shu bo'lib qoladi. Mana 8 tasini tashab qo'ysin, 3 million 600 ming so'mdan bo'ldi. Bir joyga hadab turing, ha. Telefon qilganga hop, ozgina o'tadigan xayrim bor. Uni o'zlariga o'tib beraman. 36 dan bo'ldi. Telefon qilsa xayrni beraman. Olganga ham sotganga ham barakasi bersin. 3 million 600 ming so'm. Qo'ylar rangini ham tinimligini qarang. Ichida bir dona buligi yo'q qo'y. Narxlari hammasi juda qulay bo'lyapti. To'g'risi gap, men sizlar uchun bundan ozon joy topa olmadim, to'g'risi gap.
Chunki birinchidan Murodjon do'stimizga qo'li yengil, oz qo'yadi, tez sotadi, to'g'risi gap. Oz foydani kamroq qiladi, lekin ko'proq olib sotadigan nuqtai nazarda gapiryapmiz buni. Murodjon do'st, bitta narsa sizni ko'p maqtayapmiz. Voy, mana bu qarang, qo'zladi, rangini ham, tiniqligini qarang, uzunligini ham qarang. Endi bular hop ertaga qurbonlikkacha bo'ylari 80 bo'lib qolib turibmi? Qurbonlikka bemalol mashq qo'yiladi, chiqib so'ysa, bitta ehsonni o'tkazadigan tiniq holatga bo'lib qoladi. Narxi ham puli 3.600.000 so'mdan telefon qilganga o'zimni chiroyli hadiyam bor, xudo xolasa xayrini qilyapsiz. Mana shu oxirgi partiyani haligisini ayting menga. Va telefon qilsam, sizga o'tib bersam, obunachilaringizga ham hammasiga o'tib beryapmanmi? Yana o'tsa 3.600.000, 3.550 dan bo'ldi, o'tib beradi. 3.550. Menga qarang. Yo'q, 3.5 dan ziyon qilib qoladi, 3.5 dan eshitding? Hammasi bir joyga ketadi. Yo'q, men ham foyda qilishim kerak-da, ziyon qilaman Sanjarbek. Yo'q. Bitta narsa bor. Avvalo 10.000 to'ma 1000 so'm kerak. Barakali pul to'q deydi. To'g'risi gapda. Lekin narx zo'r qo'ydingiz. Narxi yo'qdi menga eshitib turing. Eshiting, mana bitta gap. Bir joyga. Vodiy bo'yicha bo'lsa beraman. Dangilga tashkilni ham qo'ymayman. Vodiy ichida bo'ladigan bo'lsa 8 tasi ketdi 3.5, ammo vodiy ichiga bo'lsa beraman. 3.500.000 olganga ham, sotganga ham barakasi. 2.5 million so'm. Obunachilar 2.5 million so'mdan olishlarini tavsiya etamiz. Lekin narxlar ham zo'r bo'ldi. Xudo xolasa olgan inson o'zi sirazi daromga kiradi, foydaga kiradi. Hozir yana zodiylarga qo'yganimiz ham masalan, video tugatib qo'ymagan, zodiylarga qo'yganlar keyin. Demak 5-partiyaga do'st bo'lmasam keyingi partiyaga navbatda beraveramiz. Obunachilar 6-partiyamizga mana olib chiqib oldik. Do'st soniga ikkita ekan. Soniga ikkalasi ham qo'shqor. Qo'sh butun, masalan, boqaman deganlarga ikkalasi ham qo'shqor. Yedaga ishlarni yeyapti, erpak-yepak hamma yo'g'ini yemini yeyapti. Yeb ishda muammo yo'q. Enasini ta'da yurgan qo'zichoq emasda, ikkovlaqda o'tib qolgan qo'zi qo'shqor. Ikkalasini ko'rsat, sifat zo'r bo'ldi. Sifat chiroyli ekan, haqiqatan. Olgan inson. Xudo xolasa ostonangizga yetib borsa Murodjon. Mana qarang, bo'ynidagi chaqataqa emas, qo'tir emas. Mana oxiriga bo'y yetmagan hisobga ko'proq ish qilinib, juni to'kilib ketdi. Yana qo'tiraganlik ko'nglari xarob bo'lmasin, qo'tir emas, faqat jun to'kilib ketgan hisobga bo'yni yaltirab qolgan xolos. Xo'p, bularni do'st narxi necha pul? O'sha videoda boshida gapirib qo'ydik-ku, 2.800.000 so'm olganga ham sotganga barakasi bersin. Eng arzon qo'zi qo'shqorlarimiz mana shular hozir. Yo'q, obunachilar, lekin narxi ham zo'r bo'ldi. Haqiqatan osonlaring otangga rahmat boqasizlar. Olgan pullaringga bir necha marta arziydi xudo xolasa. Obunachilar 800.000 so'mdan. Buni dastlabkasi qayergacha do'st oxiri? Vodiy bo'yicha telefon qilishsa bo'ladi. Vodiy bo'yicha. Obunachilarni yengil qo'yib beraylik. Kimdir pensiyaga chiqqan puli bor. Olib qo'yaman degan obunachilar mana 2.800.000 dan bo'ldi. Telefon qilish olsin bemalol. Sanjarlik nechta odam telefon qilish olsin. Xotirjam. Ikkalasi ham qo'shqor, sog'lom, ichim emas, ikkalasi ham qo'shqor. O'sha obunachilar bemalol Murodjon do'stimizga aloqa qilib ko'rsa, hamma ishlarini bitirishadi, xohlasa.